هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure El-Enfal 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Sure El-Enfal tefsirininki 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Sure El-Enfal 75 ayet Medine'de nazil bolgan. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve nihayet mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sahabelerin ganimetlerini qandaq taqsim qilishing to'g'riliq senden so'rashidi. Ularga aytqinki, ganimetler to'g'risida hukm chiqarish Alloh taologa va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. İxtilof qilishmay ittifoq bo'lib, aranglarni tuzanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allah'a ve Allah'ın peygamberine itaat kılınlar. Enfal ganimetle doğrusu da. İmam Bukhari İbn Abbas radıyallahu anhumanın Enfal'ni ganimetle de tefsir kılganlıkını rivayet kıldı. Yani İmam Bukhari Sa'id İbn Cübeyr'nin mundaq deganligini rivayet kıldı. Ben İbn Abbas radıyallahu anhumadan Sure Enfal to'g'riliq so'radim. Bu sure Bedir urushi bo'lgan nazil bo'lgan dedi. Shundaqla İmam Buxorining birinchi rivoyatiga o'xshash Ali ibn Abu Talhamu İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Enfal g'animatlar demakdir. Bu ganimetler Peygamber aleyhisselam'a taalluq idi. Onun da başkalarının hiç qandaq haqqı yok idi. Mücahid, Ekrime, Ata, Zahhak, Qatada, Ata Khurasani, Muqad İbni Hayyan, Abdurrahman İbni Zeyd ve başka bir qancha kişiler Enfalni ganimetler deb tafsir qildi. Bazı tafsirshunoslar asli g'animatni taqsim qilib bo'lgandan keyin jangchilar o'zlari dushmandan tortib olgan olja yoki shuningga o'xshagan narsalarni imom ba'zi shaxslarga qaritib bergan narsani anfal deb ataymiz dedi. Ba'zi tafsirshunoslar g'animatning 5dan 1 qismini anfal deymiz dedi. Yani bazı tefsirshunoslar kafirlardan urushsiz elingan oljini ular musulmonlarga tashlab ketgan chorva mollar, qul didak va yoki mol-mulk qatorliq narsalarni anfal deymiz dedi. Ali ibn Solihning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mana Alloh taolaning Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sahabelerin ganimetlerini qandaq taqsim qilishing to'g'riliq senden so'rashidi degan oyat haqida Peygamber aleyhisselamning urushga avatgan qo'shinlarining ganimetlari ko'z tutildi degan deyilganlik xabari yetib keldi. Buning ma'nosi Peygamber aleyhisselam urushga avatgan qo'shinlarning ba'zi jangchilarga imom ularning qo'shindagi başka jangchilar bilan o'xshash olgan taqsimotidan ortiq bergan g'animati anfal deyildi. Bu oyatning nozil bo'lish sababi to'g'risida
İmam Ahmed Said ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men ey Allohning payg'ambari, bugun Alloh menga haqiqatan mushriklardan bir o'lja nasib qildi. Bu qilishni menga bergan dedi. Payg'ambar alayhisalom shak shubhisizki bu qilich sanamu menga tava emas, uni qo'ygin dedi. Men uni qo'yib qo'ydim ichimda. Payg'ambar alayhisalom bu qilishni men yaxshi ko'rgandek, yaxshi ko'rmaydigan birasiga berib qilishi mumkin deb o'ylab tursam, tuyuqsizlar arqamdan bir odam meni chaqirib, Allah mening haqqimda birer oyat nozil qildimi dedim. Payg'ambar alayhisalom, sen bu qilishni so'ragan eding, u mening emas, lekin Alloh taolo uni menga ato qildi. Endi u sening bo'lsin dedi. Said ibn Malik shu chaqda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi dedi. Ey Muhammed sallallohu alayhi vasallam, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashidi. Ular aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Bu hadisni İmam Abu Davud, Tirmizi va Nasa'i qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu oyatning nozil bo'lishdagi yana bir sabab to'g'risida İmam Ahmed Abu Umamaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Ubade'den bu g'animatlar to'g'riliq so'radim. U bizning oramizda Badr urushiga qatnashgan sahobalar bor edi. Biz bu g'animatni qanday taqsim qilish haqida ixtilof qilishib qolgan. Axloqsizlik yomonlashgan chaqda bu oyat nozil bo'ldi. Alloh taolo bu g'animatlarni bizning qo'limizdan elib olib, payg'ambar alayhisalomga xos qilib berdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom uni musulmonlar orasida teng taqsim qilib berdi dedi. İmam Ahmed yana Abu Umamadan Ubada ibn Samitning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhisalom bilan urushga chiqdik. Men uning bilan Badr urushiga qatnashdim. Biz dushmanlar bilan uchrashdik. Alloh taolo dushmanni halok qildi. Bir bo'lik kishilar dushmanni qo'g'lash va o'ldirish uchun ularning izidan qo'g'lab ketdi. Bir bo'lik kishilar g'animatlarni yig'ib to'plash uchun jang maydoniga qaytib keldi. Yana bir bo'lik kishilar qalaymaqonchilikdan foydalanib, dushmanlarning payg'ambar alayhisalomga ziyonkashlik qilishining oldini olish uchun uni doira ichiga elib qo'g'dab turadi. Qorong'u tushgan odamlar bir-biri bilan jam bo'lgan chaqda g'animatlarni to'plagan kishilar g'animatlarga biz erishdik, uningda hech kimning nasibasi yo'q deyishdi. Dushmanni qo'g'lab chiqib ketganlar g'animatga sizlar bizga qaraganda haqliq emas, chunki biz g'animatlarni dushmanlarning elib qo'yishidan to'sdik va dushmanlarni biz mag'lub qildik deyishdi. Payg'ambar alayhisalomni qo'g'diganlar bizga qaraganda g'animatga sizlar haqliq emas, biz payg'ambar alayhisalomni qo'g'didik. Qalaymaqonchilikdan foydalanib dushmanning payg'ambar alayhisalomga ziyonkashlik qilishidan qo'rqib biz uni qo'g'dash bilan mashg'ul bo'ldik deyishdi. Shuning bilan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sahobalarning g'animatlarni qanday taqsim qilish to'g'riliq sendan so'rashidi. Ularga aytqinki, g'animatlar to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib, oranglarni tuzanglar degan oyat nozil bo'ldi. Ondan payg'ambar alayhisalom g'animatlarni musulmonlarga teng taqsim qilib berdi. Payg'ambar alayhisalom dushman ziminiga hujum qilsa, o'ljining 4/1 qismini mujohidlarga ulishtirib beradi. Kishilarga harg'unlik yetganda jangga qayta chiquvchilarga o'ljining 3/1 qismini o'lishib beradi. Payg'ambar alayhisalom ana shunday ortiq taqsim qilishni yoqtirmaydi.
ve kuchlik mo'minlar algan g'animatdan ojiz mo'minlarga bersin deydi. Bu hadisni İmam Tirmizi ve İbn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Allohdan qo'rqinglar. İxtilof qilishmay ittifoq bo'lib aranglarni tuzanglar. Ya'ni hamma ishinglarda Alloh taoladan qo'rqinglar. G'animat elishda bir-biringlarga zulm qilmay, bir-biringlar bilan husumat qilishmay va jidallashmay aranglarni tuzanglar. Alloh taolo sizlarga bergan hidoyat va ilm sizlar talishib jidallashayotgan narsadan yaxshidir. Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning aranglardagi Allah iroda qilgan bo'yicha qilgan taqsimotiga bo'ysuninglar. Chunki u g'animatlarni faqat buyurgan bo'yicha adil taqsim qiladi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma Muhammad alayhissalom mana bu Allah ve onun peygamberinin mu'minlarni Alloh taoladan qo'rqishga va ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib aralarını tuzashga qattiq tavsiya qilishidir dedi. Mujahid mushuningga o'xshash dedi. Suddi mundaq deydi. Allohdan qo'rqinglar, ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib aranglarni tuzanglar, ya'ni o'zaro tillashmanglar. Faqat Allah yad etilse dillerinde korkunuş payda bulunduğun, Allah'ın ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüydüğün, Rabbige tevekkül kılıdığın kişilerle kamil müminlerdir. Ula mükemmel revişte namaz okuydu. Biz ulağı rızık kılıp bergen pul maldın Allah yolunda serp kılıdı. En şula hakiki müminlerdir. Ula Rabbinin dergahida yuqori mertebelerge, mağfiretge ve esil rızıkka, yani cennetinin tügümez nimetlerge erişidi. Rastçıl müminlerinin sübti doğrusuda. Fakat Allah yad etilse, dillerinde korkunuş payda bulunduğun, Allah'ın ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüydüğün, Rabbige tevekkül kılıdığın kişilerle kamil müminlerdir. Bu ayet hakkında Ali İbni Ebu Talha, İbni Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet kılıdı. Münafıqlar farz ibadetlerini kılıvatkan çağda, ularning dillariga Allah Taala'nı yad etiş degan narsa kirmaydi. Ular Allah Taala'nın ayetlerinden hiç nersege iman etmeydi. Allah Taala'ga tevekkül kılmaydı. Kişiler görmeydiğin cayda namaz okumaydı. Mal mülkünün zakatını vermeydi. Şuna Allah Taala ulanın mümin emasligini haber kıldı. Andın müminlerini süpetlep mundaq dedi. Fakat Allah yad etilse, yani farz ibadetlerini ada kılsa, dillerinde korkunuş payda bulunduğun, Allah'ın ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüydüğün, yani işencisi aşıdığın, Rabbige tevekkül kılıdığın, yani Rabbiden başkını ümit kılmaydığın kişilerle kamil müminlerdir. Mücahid mundaq deydi. Dillerinde korkunuş payda bulunduğun, yani Allah Taala yad etilse, ula Allah Taala'dan korkup vücudu titreydi. Suddi ve bir qancha kişilermi bu haqda şundaq deydi. Hem mundaq bayan qiladi. Bu müminning sifatidir. Mümin Allah Taala'ni zikr qilsa, qo'rqinishdan dili titrab turish müminga loyiq sifatdir. Ya'ni ular Allah Taala'ni yad etsa, uningdan qo'rqidi. Onun emir fermanlarını orunlaydı. Toskan işlerini terk etdi. Müminler hakkında Allah Teala mındaq deydi. Takvadarlar yaman bir günah kılıp kalsa, ya ki özlerine zulüm kılsa, Allah'ını yad etdi. Günahları üçün mağfiret talep kılıdı. Günahını keçirdiğin Allah'tan başka kim var? Ola
qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Rabbining oldida so'roq tortilishdan qo'rqadigan, o'zini nafs xohishiga berilishdan, ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak, haqiqatan uning joyi jannat bo'ladi. Shunga Sufyan Savri mundaq deydi: "Men Suddining Alloh taolaning faqat Alloh yod etilsa dillarida qo'rqinish paydo bo'ladigan degan oyati haqida mundaq deganligini angladim. U odam zulm qilmoqchi yoki bir gunoh ishni qilmoqchi bo'lganda uningga Alloh taoladan qo'rqin deyiladi. Shuning bilan uning dili Alloh taoladan qo'rqib titraydi." Qur'on oyatlari tilovat qilinsa, iymonning kuchaydiganligi to'g'risida. Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Qur'ondan biror sura nozil qilinsa, ular, ya'ni munofiqlarning orasida masxara qilish yuzidan, bu ya'ni sura qaysinglarning iymonini kuchaytdi deydiganlar bor. Mu'minlarga keladigan bo'lsak, har surada yangi dalil isbotlar bo'lganligi uchun bu ya'ni sura ularning iymonini kuchaytdi. Ular suraning nozil bo'lishidan xushal bo'ladi. İmam Buxoriy va boshqa imomlar bu oyatni va bu mazmundagi oyatlarni dillardagi iymonning kuchaydiganligiga va ish bordiganligiga dalil qildi. Bu ko'p sondagi musulmonlarning tutgan yo'lidir. Buningga İmam Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Ubayda qatorliq bir qancha ulamolarning birlikka kelganligi rivoyat qilindi. Barliq hamd sana va madhiyalar Alloh taolo xosdir. Tavakkul qilishning bayoni to'g'risida. Robbiga tavakkul qiladigan, ya'ni ular Alloh taolodan boshqani umid qilmaydi. Hamma ishlarda faqat Alloh taoloni ko'zlaydi. Alloh taolodan panohlik tilaydi. Ehtiyojli narsalarni faqat Alloh taolodan so'raydi. Alloh taologa intiladi. Ular Alloh xohlagan narsaning vujudga keladiganligini va xohlamagan narsaning vujudga kelmaydiganligini, Alloh taoloning o'z mulkini xohlagancha tasarruf qiladiganligini, uningga hech narsaning shirik bo'la olmaydiganligini, Alloh taoloning o'zining hukmi uchun hesabga tortilmaydiganligini, Alloh taoloning bandalaridan tiz hisob oladiganligini obdan bildi. Shunga Said ibn Jubayr mundaq deydi: Alloh taologa tavakkul qilish iymonning yuqori pallasidir. Mu'minlarning amallarining bayoni to'g'risida. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Alloh yo'lida sarf qiladi. Alloh taolo mu'minlarning e'tiqodini bayon qilib bo'lgandan keyin bu oyat bilan ularning amallarini bayon qiladi. Bu amallar yaxshilikning hamma turlarini o'z ichiga oladi. Namoz o'qish Alloh taolaning bandalar ustidagi haqqidir. Qatada mundaq deydi: Namoz o'qish namozning vaqtlariga, tahoratlarga, rukularga va sajdalarga davomli rioya qilishdan iboratdir. Muqotil ibn Hayyan mundaq deydi: Namoz o'qish uning vaqtlariga, namoz uchun tahoratni komil elishga, uning ruku va sajdalarini to'liq ado qilishga, namozda Qur'on o'qishga, tashahhudda o'ltirishga va payg'ambar alayhissalomga durud aytishga izchil holda rioya qilishdan iboratdir. Mana bu namoz o'qish demakdir. Alloh taolo ularga rizq qilib bergan pul molni Alloh yo'lida sarf qilish bo'lsa, zakot berish va boshqa bandalarga tegishli vojib
ve mustahab bo'lgan haqlarni ado qilishdan iboratdir. Mahluqotlarning hammasi Alloh taolaning bandalaridir. Ulardan Alloh taolaga eng so'yimlik bo'lganlar Alloh taolaning mahluqotiga ko'p manfaat yetkazganlardir. İmanın haqiqatining bayon to'g'risida. Ayni shular haqiqiy mu'minlardir. Ya'ni bu sifatlar bilan sifatlanganlar haqiqiy iymon egalari bo'lgan mu'minlardir. Kamil iymonning mevasi to'g'risida. Ular Robbining dargohida yuqori martabalarga, ya'ni ular jannatlardagi oliy manzillarga, esil o'rinlarga va yuqori darajalarga erishadi. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Allah'ның dergahida ularning darajasi turlik buludu. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turguchidir. Mag'firatga, ya'ni Allah Teala ularning yomon ishlarini kechirdi va yaxshiliklarga mukofot berdi. İmam Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubhisizki jannatda illiyun egillari ne ulardan töven derecedeki kişiler xuddi sizlar osmon ufuqlarining biridagi oqar yulduzini ko'rganinglardek aniq ko'rdi. Sahabalar ey Allohning payg'ambari, ana shu payg'ambarlarning martabalaridir. Uningga boshqalar erisholmaydi deyishdi. Payg'ambar alayhissalom undaq emas. Mening jinim ilkidi bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, u Alloh taologa iymon etgan payg'ambarlarni tasdiq qilgan odamlarning martabasidir dedi. İmam Ahmed, Abu Davud, Tirmizi ve İbn Majah qatorliqlar Abu Sa'iddan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shek shubhisizki jannat ahli oliy martabalarga erishganlarni xuddi cennet ehli âli mertebelerge erişkenlerini xuddi sizlar osman ufqidagi oqar yulduzini ko'rgandek aniq ko'rdi. Abu Bakr ve Umar haqiqatan ana shu âli darajalarga erishkichilardir. Ular esil mertebelerden bahramon bo'ladi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Sure Anfal'dan 4. ayetkiçe anladığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.